Dilshod opa, maqom konsert jonli ijro bo'lyapti. Sizga yoqyaptimi? Taassurotlar qanaqa? Juda ham ajoyib. Shunaqa iste'dodlarimiz ko'p. Yoshlar shunaqa gurkirab, o'sib, juda ham bir Korey shijoati bilan kuylashyapti. Bu juda katta baxt bugungi bayramda. Hattoki ustozlar ham tabriklagan, kelishgan. Shunaqa chiroyli choponlarni Hozirona opam yarashib kiydirdilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Har doim yoshlarni qo'llab kelgan insonlar. Ustozimiz Abduhoshim Ismoilov bor joy o'zi har doim bir quvonchga, nurga to'ladi. Umrlari uzoq bo'lsin. Shunaqa chiroyli orkestr jamoani boshli bo'lib, hamisha eng chiroyli musiqalar bilan dillarimizni quvnatib yursinlar. Biz juda ham baxtlimiz, chunki shunaqa ustozlarimiz, shunaqa ijodkorlarimiz bor va ular hamisha yoshlarni qo'llaydilar. Mana shu juda ham katta yutug'imiz.